Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xəvərlər proqramımızga xoş geldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 11 ayının 30 günü seyşembe. Hammalarga mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rinmanlar, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər proqramımızning təfsilatida bo'lsin. Gollandiyalik urush va irqiy qirg'inchilik mutaxassisi professor doktor Tonzivan bilan Washingtondagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi doktor Adranziniz apandilarning Dunya Uyg'ur qurultiyining arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 27 noyabr o'tkazilgan 3-qitimlik isbot anglash yig'inida bergan guvohlikqa kuzatuvchilarning va matbuotlarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga aloqador yangi dalillarning o'tirg'i chiqqanligini ko'zda tutib 11 ayının 27 günü şənbə 3-cü qitimlik isbot anglash yig'ini o'tkazishni qaror qilgan va 4 soatga yaqin davom qilgan isbot anglash yig'inida professor doktor Tonzivan bilan doktor Adranziniz apandilar tor orqali guvohlik bergan edi. Tonzivan apandi o'zining asosli so'z temasining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafidan irqiy qirg'inchilik degan bu atalg'uga berilgan ta'bir haqida bo'ladiganligi. Uningdan sirt uni texmo keng tarix va jamiyatshunoslik nuqtasidan tushuntiradiganligini aytgan. O irqiy qirg'inchilikning keng ko'lamlik, tashkillik, sistemalik ziyonkashlik qilish va yo'qotish jarayoni ekanligi va uning davlatning siyosiy va faoliyatlari bilan o'tirg'i chiqadigan va davlat jinoyati deb ataladigan jarayon ekanligini aytgan. Tonzivan apandi irqiy qirg'inchilikning odatda 3 qatlami bo'ladiganligini aytib mundaq degan. Bu 3 qatlam odatda irqiy qirg'inchilikni belgilaydigan va qo'zg'atadigan yuqori darajalik rahbarlik gruppasi. Ondan bu planning jarayonlarini tafsiliy planlash, moslashtirish va tashkillash bilan shug'ullanadigan o'ttirik qatlam rahbarlar va oxirida irqiy qirg'inchilikning eng razil jarayonlarini ijro qiladigan tuvan qatlamdagi yerlik va rayonlik amaldorlar, qo'mondonlar, askarlar va boshqalardan tarkib topadi. Bir-biriga bog'langan bu kishilarning hammasi irqiy qirg'inchilikning o'xshamagan funksiyalarini o'rindaydi. Tonzivan so'zida yana irqiy qirg'inchilikning bir kechida paydo bo'lmaydiganligi, ya'ni uning ziyonkashga uchirg'uchi guruhiga bo'lgan kollektiv o'chmanlik asosida taraqqiy qiladiganligi. Bu o'chmanlikning davlat rahbarligi va nopusning belgilik bir qismida o'xshash mavjudligini eskartgan. U bo'libmi irqiy qirg'inchilikni bayqashdan muddaoni isbotlashdan bakrak yurgizilayotgan harakatlar va uning yuqorida deyilgan 3 qatlamiga alohida diqqat qilinish kerakligini aytgan. Chunki uning qarashcha niyatni isbotlash intayin qiyin bo'lib, odatda uni nihoyatda osonlik inkor qilg'ili bo'ladi ekan. Tonzivan apandi irqiy qirg'inchilikning nuqul bir xil alohidaligi bo'lmaydiganligini, uning nurg'un shakllari, farqli alohidaliklari bo'ladiganligini tushuntirgan va buningga ayni chog'dagi yahudiy qirg'inchiligidan o'rnak berib mundaq degan. Masalan, nopus qurilishi nishonliq guruhlarga hujum qilishning bir yo'li bo'lgan. Masalan, Polshada yuz bergandek ayni chog'da nurg'un polshaliklar va yahudiylar Polshaning g'arbidagi yurt makonlaridan qo'g'lab chiqarilgan. Ularning o'rniga germanlar yo'tkab kelingan. Germanlar ularning uylarini, yer joylarini tortib olgan. Ammo yana bir boshqa misolga qarasangiz, nurg'un kishilarning bir yerga to'planganligi, huquqidan, erkinligidan mahrum qilinganligi va oxirida o'ldirilganligini ko'rasiz. Ya'ni bu o'xshamagan siyosatlar odatda davomli billa bo'ladi. Mundaqcha aytganda irqiy qirg'inchilikni shakllantiradigan nishonlarning birikmasi haqida ochiq fikr yo'q. Irqiy qirg'inchilik jarayonining murakkabligidan hargizmo hayron qolmasligingiz kerak. Tonzivan apandi buni tushuntirib yana mundaq degan. Yahudiy qirg'inchiligiga qaraydigan bo'lsak, ayni chog'da natsistlar tarafidan ishg'ol qilingan yoki qilinmagan 16 davlatdagi yahudiylarning qismatlari bir-biridan intayin farqli. Ularga ziyonkashlik qilishning usullari va siyosatlari nihoyatda farqli bo'lgan. Odatda kishilar yahudiy irqiy qirg'inchiligiga tilga ilinganda faqat zaharli gaz o'ylarini esiga oladi. Ammo bu ularga qilingan ziyonkashlikning faqat bir turi. Ularning nurg'unlari o'xshamagan usullarda, ba'zilari o'ylarga yaqin joylarda o'z yurtida ziyonkashlikka uchragan. Bir-biridan tub farqlanadigan ziyonkashlik vositalarini ko'rganda hayron qolmasligimiz kerak. Tonzivan apandi guvohligida to'xtalgan yana bir muhim nuqta bo'lsa ziyonkashlik qiluvchilarning, ya'ni ziyonkashlik qiluvchi rejimning aslo niyat maqsadini oshkorlamaydiganligi va uni yushirish uchun oxirgacha yolg'onni o'ydirib chiqaradiganligi bo'lgan. U bu vaqtda munolarni dedi. Odatda jinoyatchi hokimiyat amalining baricha avom oldida qilayotgan ishlarini inkor qiladi. Shundaqla tashviqot orqali uni pardozlaydi. Yolg'onchilik qilib kishilarni aldaydi. Masalan, ayni chog'da Gollandiya yahudiylar yo'tkab ilib mengilganda, ular o'zlarining faqat shimolga german soqchilarining boshqarishida ishligila manganligiga chin qalbidan ishongan. Hech qaysi o'zlarining 2-3 soatdan keyin Osvitz, Sobibur qatorliq jazo lagerlariga yetib borganda o'ldiriladiganligini o'ylabmi boqmagan. Ziyonkashlikka uchirg'uvchilarni, jumladan nishonga ilingan to'pliqni aldash, yuz bergan hamma irqiy qirg'inchilikning intayin muhim bir parchasi bo'lib kelgan. U yana munolarni degan. To'pliqni aldashning boshqa sabablari bo'lish bilan birga uning eng muhim sababi ziyonkashlikka uchirg'uvchilarni hang-tang qoldirib,
nima bo'lganini anqirib bo'lg'uchi ularni qorong'ulikqa mahkum qilib bo'lishdan iborat. Mana shu sababdan yuz berayotganlar haqida hikoya to'qish ziyonkashlik qilguvchilar va ziyonkashlik qilguvchi rejim tarafidan doim qo'llaniladigan bir usul. Ya'ni bir jihatdan qaragan vaqtingizda bu ham ziyonkashlik qilguvchilarning o'zini ishontirishni va o'zlarining nima qilayotganini bilmasligi uchun qo'llanilgan bo'lishi mumkin. U bu so'zga tushuncha berib, irqiy qirg'inchilik jarayonidan o'rin olgan kishilarning odatda shu vaqtning o'zida bir butun sistemalik jarayonni ko'rolmaydiganligini, o'zini vazifa ijro qilyapman deb qaragan bu kishilarning qandoq bir jinoyatning bir parchasi bo'layotganligini his qilib yetolmaydiganligini aytgan. U buningga misol berganda, Yahudiy qirg'inchiligida ishlatilgan zaharlik gaz uylarini yasagan kishilar o'zlarining nima yasayotganligini bilmagandek, vazifa o'tagan harbiy, askar, soqchilarning faqat o'z xizmatini bijo keltirishdan boshqa yuz berayotgan keng ko'lamlik sistemalik irqiy qirg'inchilikdan xabar bo'lmaganligini ta'kidlagan. Shunga u bu nuqtadan qaragandimi, irqiy qirg'inchilikning nuqul bir xil turi, bir xil usuli bo'lmaydiganligini, faqat ma'lum bir to'pliqni jismoniy jihatdan o'ldirgandala irqiy qirg'inchilik hisoblanib qolmay, balki kundilik zulm, kundilik ayirmachilik harakatlari va boshqa ziyonkashlik vositalarini bu sistema ichida o'ylashga bo'ladiganligini ta'kidladi. Tonzivan apandi yig'inda irqiy qirg'inchilik bilan oyoqlashgan kollektiv o'chmanlik haqidagi savollarga javob berganda, yana Xitoy hukumatining hozir yurgizayotgan siyosatlarining belgilik tarixiy orqa ko'rinishlarini sharhlab o'tgan. U mundaq degan: Xitoylar tarixdan buyon Xitoy bo'lmagan millatlarni yavoylar deb atagan. Ular bu kishilar gumon bilan qorilishi va zo'r tepilganda yo'qotilishi kerak degan ko'z qarashda bo'lib kelgan. Bu Xitoyda chet elliklar haqida nihoyatda keng umumlashgan ko'z qarash. Shunga siz bugungi Xitoy millatchiligiga qaragan vaqtingizdami irqchilikning nihoyatda aniq alomatlarini bayqaysiz. Xitoylar tarixda g'arbga yurish qilganda Mongollar, Uyg'urlar, Qozoqlar, Tibetlar bilan qarshilashgan. Bu kishilarni Xitoylarga ziyonkashlik qiladigan yavoylar deb qarash to'limi uzun tarixga ega. Men bu to'limi qadimiy bir ko'z qarashning bugungi kunimizda Uyg'ur qatorliq millatlarga yurgizilayotgan siyosatlarning asosini tashkil qilgan deb qarayman. Chunki ular doim Xitoylar tarafidan xatarlik yotlar deb qaralgan. Tonzivan apandi so'zda xuddi yuqorqiga o'xshash yahudiylarga o'chmanlik qilishning Yevropada 1000 yildan oshiq tarixi borligidan misol berib, hokimiyat va xalq tarafidan o'xshash qo'llashga erishgan bu kollektiv o'chmanlikning irqiy qirg'inchilik bilan oyoqlashib kelganligini bayon qilgan. Uyg'ur majburiy amgiga xotima berish birlashmasi nomli bir xalqaro harakat dunyodagi dongli 82 parcha setish shirkatining rahbarlariga xat yozib, ularni Xitoydan paxta olmaslikqa va Xinjiang paxtasini setib olmaslikqa va'da berishga chaqirgan. Mazkur maktubda Angliyadagi Hallam Sheffield universitetining yaqinda e'lon qilgan Xinjiang paxtasi haqidagi tadqiqot doklati naql keltirilib, xalqaro paxta tijoratining Xitoyning Uyg'urlarga tutgan vahshiyona muomalasi bilan zich munosabatlik ekanligi ta'kidlangan. Hallam Sheffield universitetining Helena Kendi xalqaro adolat markazi yaqinda e'lon qilgan doklatida Xitoyning Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan atalmish Xinjiang paxtasining Sharqiy Janubiy Osiyodagi ba'zi davlatlar orqali davomli xalqaro bozorga kirayotganligini oshkorlab, qattiq qo'lg'uli qo'zg'agan edi. Uyg'ur majburiy amgikiga xotima berish birlashmasining ko'rsatishicha Sharqiy Turkistonda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining savdo va kishilik huquq yetakchi prinsipiga asosan tijorat qilish mumkinsiz ahvolga kelgan bo'lib, rayondagi har qanday bir ish o'rnining majburiy amgakdan xoli yoki emasligini aniqlash mumkinchiligi yo'q ekan. Maktubda bu shirkatlar ogohlantirilib, shirkatlar mavjud axloqiy mas'uliyatidan hal qilgan holda davlat homiyligidagi majburiy amgakning davomlashishiga tuhfa qo'shmaslikqa kafolatlik qilishi kerak. Amerika, Kanadadagi, shundaqla boshqa joylardagi pat yaqinda bo'ladigan cheklashlar bu markalarning Uyg'ur rayonidan kelgan materiallarni o'z ichiga olgan tovarlarni import qilishda og'ir qonuniy va iqtisodiy oqibatga duch keladiganligidan derak beradi deyilgan. Maktubda bu shirkatlarning yuqorqi oqibatga kelishdan burun atalmish Uyg'ur avtonom rayoni bilan bo'lgan aloqasini uzishi talab qilingan. Amerikadagi Boston Celtics basketbol komandasining a'zosi, NBA mayri Anas Kanter 29 noyabr Facebookda Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga yana chaqiriq qilgan. Anas Kanter Facebookga yo'llagan uchurida irqiy qirg'inchilik darhol to'xtatilsin deb yozgan. U Sharq Turkistonning oy yulduzli ko'k bayrog'i, Xitoyning qizil bayrog'i va lagerlarning simvoli bo'lgan qizil tikanlik simning rasmi besilgan oq, qizil, ko'k, qora 4 xil ranglik o'ng va so'l pay basketbol oyog'ining rasmini qo'shib yo'llagan. Bu Anas Kanterning Xitoyning irqiy qirg'inchiliklarni to'xtatishga tunji qitim chaqirishi bo'lmasimi, biroq uning uchuri Facebookda zo'r qo'llashga erishgan. Uning bir agak kuchisi uning bu masalani izchil xalqning diqqatiga sunib kelganligi uchun uningga duo qilib, nurg'un kishilar Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qilayotgan bu qabih razilliklarini, shundaqla ularni majburiy yo'sinda jazo lagerlariga qamishini ko'masga sib keldi degan.
Anaskanter bu uçurni xalqarada 2022 yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilish chaqiriqlari texmo avj olgan. Amerika hukumati uni diplomatik boykot qilishi mumkinligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq texi e'lon qilmagan. Shundaqla Amerika Avam palatasi Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasini tezroq ma'qullash to'g'risida qattiq besimga uchrayotgan bir vaqtda e'lon qilgan. Anaskanterning basketbol oyig'iga yana Uyg'urlarni qo'g'dayli, lagerlar taqolsin degan xatlar yozilgan. Uyg'ur masalasining xalqaralashishga ergishib Dunya Uyg'ur Qurultiyi dunyoning har qaysi joylaridagi faoliyatlarini texmo kuchaytirishga tirishmoqda. Bu maqsad bilan 2021 yil 3 oyning 27 kuni Turkiyada Dunya Uyg'ur Qurultiyi vaqfi qurilgan edi. 11 oyning 28 kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyi vaqfining Istanbuldagi ishxonasida 2-chi navbatli qurg'uvchi hay'atlar umumiy yig'ini chaqirildi. Yig'inga vaqfining boshqarish hay'at a'zolari va taftish hay'atlari qatnashdi. Turkiya bilan Sharq Turkistonning istiqlol marshini o'qish bilan boshlangan yig'inda Dunya Uyg'ur Qurultiyi vaqfining raisi Abdurshid Abdulhamid apandi xizmat dokladini o'qib o'tdi. O dokladda Dunya Uyg'ur Qurultiyi vaqfi qurilgan kundan toki bugungacha qilgan xizmatlarini anglatdi. O so'zida mazkur vaqfining qisqagina vaqt ichida taraqqiy qilib, to'liq kurs, magistrlik va doktorlik o'qiyotgan o'quvchilardan bo'lib, jami 101 Uyg'ur o'quvchiga o'qish mukofoti puli beriladigan saviyaga yetganligini. Bundan keyin texmo ko'p Uyg'ur o'quvchilarga o'qish mukofot puli berish uchun tirishadiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Yig'inda Dunya Uyg'ur Qurultiyi vaqfining muavin raisi doktor Erkin Akram apandi, mazkur vaqfining rais vakili Dilshod Barishchi apandi, muavin rais Erkin Bardosh apandi, moliya ishlari mudiri Mehmet Ali apandilar vaqfining bundan keyin nimalarni qilishi kerakligi to'g'risida talab fikrlarini o'ttirg'a qo'yib o'tdi. Yig'in oxirlashgandan keyin Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi doktor Erkin Akram apandining tashabbusi bilan Istanbuldagi Tarxan Uyg'ur restoranida Pragda chaqirilgan 7-chi navbatlik vakillar qurultiyining vakillari bilan yig'in o'tkazildi. Mazkur yig'inda qurultayga borolmagan vakillarning guvohnomasi tarqatib berilgandan keyin bundan keyingi xizmat plani haqida muzokara elib berildi. Yig'inda oldi bilan doktor Erkin Akram apandi so'z qilib, Dunya Uyg'ur Qurultiyining qurilish maqsadi, qurilmasi, besib o'tgan musofasi va xalqarodagi o'rni to'g'risida ma'lumot bergandan keyin 20 atrofida vakilga guvohnomalari tarqatib berildi. Yig'inda peshqadam faoliyatchi Sharq Turkiston vaqfining sobiq raisi Hamidxon Göktürk apandiga uning muhojiratdagi Sharq Turkiston davosiga qo'shgan tuhfasi va qilgan xizmatlari uchun medal berildi. Bu yil 3 oyning 27 kuni tushdan keyin Istanbuldagi Grand Park mehmonxonasida Dunya Uyg'ur Qurultiyi vaqfining 1-navbatli qurg'uvchi hay'atlar umumiy yig'ini chaqirilgan edi. Turkiyada 1985-yili qurilgan Sharq Turkiston vaqfisi, 1995-yili qurilgan Isa Yusuf Olibtekin vaqfisi, 2000-yillardan keyin qurilgan Sultan Sadiq Bo'g'raxon vaqfisi va Sharq Turkiston tadqiqot vaqfisi qatorliq vaqflar hozirmi aktiv faoliyat olib bormoqda. Amerika va Angliya hukumatlari 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishni o'ylashayotganligini e'lon qilgan edi. Avstraliya diplomatik boykotni yo'lga qo'yadiganligini, biroq tanharakachilarga ta'sir ko'rsatmaydiganligini jakarladi. Litvaning Maarif, Ilm-fan, Tantarbiya ministri Yorgita 25 noyabr bayonot e'lon qilib, 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashmaydiganligini bildirdi. Yana nurg'un davlatlarning parlamentida bu masala muzokara qilinayotgan bo'lsa-mu, texi aniq yakun chiqmadi. Biroq Yevropa Tantarbiya taraqqiyot tadqiqot markazining professori Yurgen Mitkatning bildirishicha, oldimizdagi 2 oyda 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish tashabbusi avjiga chiqadi ekan. Germaniya Dolqunlari radiosining 28 noyabr e'lon qilgan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishning ta'siri qanday bo'ladi nomli xabarga asoslanganda, olimpik tarixida har xil sabablar bilan boykot qilish voqealari bo'lib o'tgan. 1956-yili Ispaniya, Gollandiya va Shveysariya qatorliq davlatlar Sovet ittifoqi boshchiligidagi Varshava shartnomasiga a'zo davlatlar Vengriyaga besib kirganligi uchun qarshiligini bildirib, Melburnda o'tkazilgan yozlik olimpik musobaqasini boykot qilgan. 1960 va 1970 yillarda Afrika davlatlari boykot chaqiriqlarining kuchiga tayanib, Janubiy Afrika va Rossiyaga o'xshash irqiy ayirmachilik siyosatlari yurgizilayotgan davlatlar ham rayonlarning tanharakatchilarining olimpik musobaqasiga qatnashishini unumli cheklab qola olgan. 1979 yili sobiq Sovetlar ittifoqi Afg'onistonga tajovuz qilgan. Buning bilan 1980 yili Moskvada o'tkazilgan olimpik musobaqasini 42 davlat boykot qilgan. 1988 yili Shimoliy Koreya 5 davlat bilan birlashib, Janubiy Koreyaning poytaxti Seulda o'tkazilgan olimpik musobaqasini boykot qilgan. 2012 yili Ukraina hukumati siyosiy o'qchi Yulyani turmaga tashlaganligi uchun Yevropa hukumat xodimlari va Yevropa komissiyonining rahbarlari shu yili Ukraina va Polshada o'tkazilgan Yevropa futbol lavha talashish musobaqasini o'rtaq boykot qilgan.
Bu xil boyqutlar shu davlatlarning xalqarodagi obrazini ziyadlash rolini o'ynagan. Navbatda Xitoyning xalqarodagi obrazi tarixdagi har qanday vaqtga qaraganda intayin nachar ekan. 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boyqut qilishning ta'siri qanday bo'ladi nomli xabarda tilga ilinishicha, Beijing olimpik musobaqasi qanday shaklda elib berilmasin, u xalqaro olimpik komitetini isloh qilishning zarurligi uchun bir dalil bo'lib qoladi ekan. Ya'ni bundan keyin xalqaro olimpik komitetida olimpik musobaqasini mustabid davlatlarga berish bermaslik masalasi kun tartibga keladi ekan. Xabarda bayon qilishicha, Yevropa parlamenti bu yil 7-oyda qaror ma'qullab, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning rahbarlarini agar Xitoy hukumati atalmish Uyg'ur avtonom rayoni, Hong Kong, Tibet, Ichki Mongoliya va Xitoyning boshqa rayonlaridagi kishilik huquq vaziyatining o'zgarganligini isbotlab berilmasa, 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga hukumat vakili yoki diplomat sifatida qatnashishni rad qilishga chaqirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər pirugrammisidə diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq proqramımızı görüşəylik. Görüşkə mən boğaysılar. Xeyri xoş.